to'rtdan qon oqyapti. Qonni kim artyapti? Bilasizmi? Fatima onamiz qizlari ko'zlarida yoshlari bilan o'z qavmini yagona Allohga ibodat qilinglar degani uchungina o'z nabiyisini, payg'ambarini yuzini qonga belagan qavm qanday qilib najot topsin ya Rasululloh deb yuzlaridagi qonlarni suv bilan yuvaman, lekin qon to'xtamayapti. Lekin otamni og'ziga qarasa pichirlayotdi. Allohim qavmim tushunmayapti, ularning gunohini mag'firat qilgin, ularga balo yubormagin deb turardi ekan. Rasulullohning oxiri qonni to'xtata olmaganligimdan deydi, xurmoning bo'zini olib turib, bo'zni qizdirib turib yuziga bostirganimdan keyin to'xtat dedi. Dubulga temir kirgan. Hazrati Abu Bakr chiqaraman deyotganda Abu Ubayda yetib keladi. Ya Abu Bakr, Alloh uchun menga ber, men shuni tortib chiqaray deganlarida Abu Ubaydaga berar ekan. Abu Ubayda Rasulullohni qo'llarim bilan tortsam yuziga aziyat beraman deb temir botib turgan. Tishim bilan shunday qattiq tishlab bir sug'urishda chiqarib yordim, tishim sinib ketdi deydi. Ikkinchi tarafini ishlab turib tortgan, ikkinchisini tishim sinib ketdi deb aytadi. Malik ibn Sinon